Dinay uchun Dubay uchun sizlar bilan hozir Dinay zavodiga sayohat qilamiz. Mana obzorlarimda nomera Dina bo'ladi, faqat to'g'ri bu zavodning va Dinayning konkurentlari juda ham ko'p, ammo bu takrorlanmasdan orqamdagi 3 ta 25 tonnali bochkaga sok kelar ekan va bu keyingi jarayonga o'tib ketadi. Men bilaman, bu hammaga aniq qiziqarli bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, bu yerda maxsus kapsulalar bo'lar ekan va bu aylanib keyingi apparatga o'tganda Dinay o'zini maxsus baklashkalari shakliga kelar ekan. O'rtoqlar 92 gradusda soklar qo'yilar ekan va buni natijasida keraksiz har xil bakteriyalar yo'qolib, faqat tabiiy moddalar saqlanib qolar ekan. Bu 100% tabiiy sok, ya'ni Dinay. 92 gradusda kelgan soklarimizni shu holatda bu apparatga o'tkazilgan. Bu sovutadigan apparat ekan, 4 bosqichdan iborat. 92 gradusda kelgan soklarimizni 25 gradusga tushirib berar ekan va keyingi jarayon qadoqlash jarayoniga o'tadi. Qadoq ustiga bo'sh holatda kiradi baklashkan ustiga va keyingi jarayonga o'tganda bu baklashkan ustiga yopishib mahsulotimiz tayyor holatga keladi. O'tda mahsulotni ustiga o'zini maxsus kodlari uriladi va keyin bu yoqda sanalari qo'yib chiqilar ekan. Tayyor mahsulot qadoqlangan holda shu yerga olib kelinadi va yuk mashinalariga ortiladi va viloyatlarga, do'konlarga jo'natiladi. Undan tashqari ichkarida 2 liniyali skladlar bor va undan tashqari bu yerda 3 etajli ham skladlar joylashgan ekan.